olsun. Şöyle uzak ko'chani oxirrog'ida da uyimiz. Ko'chani boshiga chiqqancha 10 marta enkayib olamanda. Bu kasallikni opa kol bilan boshqa operativniy yo'l, boshqa fizioterapevtik lecheniyalar qo'ygan bo'lmaydi. Pashti. Nega deganda mana hamma tomoniga og'rib-ku mana mushaklar. Bu mushaklarni hamma tomonda odam mushak bo'ladi. Odamda mushaklar harakatlanadi. Bu mushakni nerv tizimi boshqarib turadi. Nerv tizimi o'rtadan berdan bergacha bo'ladigan shunaqasidan chiqib turadi. Men Namanganga imomga ham borib keldim, jamaga ham borib keldim. Ham yelkamdan ham belimdan. Qanday foyda bermadi? U foyda qilmaydi. Sabab umurtqa qisib qolgan nervni. O'zi qisilib qolgan natijada grija protruzija borki, u nervni ezadi. Nerv og'ritadi, grija og'ritmaydi. Grija bir yunda u og'ritadigan kasallik turiga kirmaydi. Qani? O'zim ham ko'rib chiqaman. Bu yerda og'riq bormi? Tipi og'riq. Ana shu yarashida bor. Mushaklaringizni holatini qarang, qotib yotibdi. Bu yerda? Bor. Bu yerda-chi? Bor. Necha yil bo'ldi bu og'riqlarga? 17 yil bo'ldi. 17 yil. 17 yil chidab 17-yildan beri bo'ldi. 17 bo'lsa 3 8. O'zingiz ehtiyot qilyapsiz-da, ha? Holatiga qarang, bitib qolgan, shunchalik yopishib bir-biriga ezilib yotibdi. Qani bo'sh qo'yinglar tekshiramiz. Og'ridimi? Yengib ko'chgan. Ay. Qani bo'lsa? Bor. Bu yerda. Bor. Chap oyoq katta, buni farqi 1,5 santimetr chiqadi. Buni sababi mana bu yerda past chanoq suyagingiz qiyshiq turibdi mana bunday. To'g'ri turish kerak. Demak, qorinni ko'taramiz, boshlaymiz muolajani. Samarqand qayerdanmi dedingiz? Jo'maydan. Demak, oyoq katta to'g'ri olamiz, tizadan buking. Bo'sh qo'ying oyoqlarni. Bo'sh. Qo'ying. Ровно. Qo'rqyapsizmi? Qo'rqyapman lekin. Nimadan? Hamma urganimizda baqiradi-ku. Baqiradi. Hozir sizdan oldinga chiqqan xorazmlik aka Men bu ovozini eshitdingizmi? eshitmadim-ku. Ana ayol yig'lab chiqqaniga yuragim bilan bo'ldi. Bu narsa hammani yuziga bog'liq. Qo'rqmang, faqat qo'rqsangiz ana shu shundan qo'rqqaningizdan baqiradi ayollar. Bultur shu yotgan joyimda bultur ham ko'rdim sizda. Ko'rdingizmi? So'g'in aytdingiz bormang dedi. Qarang, Sharif gap bunday qo'lis bo'lsa. borsangiz. Har qanday kasallik mana kasalligingiz bor, qayeringizni olib turibdi. Shuni vaqtida bu doktorga borib, davolatmasangiz, ko'rsatmasangiz, bu kasalligingiz yildan yilga, kundan kunga og'irlashib boraveradi. Mana bultur ko'ribsiz, 1 yil bo'libdi. 1 yildan beri mana shu 1 yil oldin har holda biroz yengilroq bo'lgansiz baribir endi. Bu yillar o'tish bilan, kun o'tish bilan og'irlashib boraveradi, qisqarishib. Nega deganda odam nimadir og'ir ko'taradi, yurib qo'yadi, ko'p o'tirib qo'yadi. Muolaja ozgina og'ir, bo'sh qo'ying. Ay. Odam semizlik uchun chidadi-yu, menimcha. U odamda ham joni bor, hammani joni bor. Qaytmadi-ku. Ani chuqur nafas chiqaring, bo'sh qo'ying. Nafas. Tirishayapsiz, bo'sh qo'ying. Hamdan şuydu burasını.
Yok siz uğramayın fakat. Oy. Yetodiga shunaqa opa. Mana tazingiz qiyshiq-ku. Ha. Qiyshaygani uchun ayamiz katta. Mana bu taz to'g'ri turish kerak. Sizdan olmaydi. Yürüyüp gidiyorsam sezilmaydi. Buralar aytadi, oqsab yürüyapsizmi deb. Oqsaydi odam yurganda tortishib olib turadi. Bu qiyshaydimi? Qiyshayish bilan birga ko'tariladi. Hozir qiyshayganingizni to'g'riladim, ko'tarilgan joyiga qo'ydim. Endi umurtqalarni ochib chiqaman. Yaxshi bo'lsa bo'ldi, baraka toping. Ukam tushib qolmaydimi? Ukka chiqardi. Oy. Qotmang, faqat qotmang, nafas bo'sh qo'ying. Qancha bo'sh qo'ysangiz, shuncha tez ochiladi, organdagi og'riq kam bo'ladi. Mushaklar qarang, beton-ku bu qotib qolgan, ishlagan yo'q, вообще bu mushaklar qotib yotibdi. Qon aylangan yo'q, kislorod bo'lgan. Bir yil ham kuzatasizmi? Oy. Kamida bu bir yil, yana bir yillar kuzatishingiz kerak edi. Yo'q, taqdirga tan berdim. Oy! Taqdirga tan berdim da boraman deb turib oldim. Xorazmdan bir opa bordi, Durdupaşa degan. 3 yil kuzatdi. Kechadan o'tgan kuni kelib davolanib ketdi. Kommentariy ko'p yozib turadi. Sizga o'xshab, mana qo'rqib kelolmay yurgan. Oy. Durdupaşa xafa bo'lmang, meni ko'p gapiryapti bu doktor deb. Yo'q, Yo'q, siz gapirma, Durdupaşa ishlatdi, ko'radi videolarimni. Shu kishiga aytyapman. Shogird har bir videoda tanishtirib ketavering o'zingizni. U kishi shogird bo'ladi, Tojikiston fuqarosi, Tojikistondan kelgan o'rganaman deb. Kecha kelib boshladi. Oy. Tanishtiring. Oy. Tojikiston So'g'd viloyati Jabor Rasulov nohiyasi Reytar shaharchasidan. Nomerim 92lik, Xudo xolisa bo'lsam. E'tibor. Figuralarga qarang, figuralarga qarang, qanaqa vandamskiy figuralar bor. Baquvvat, charchamaydi, 30 ta davolaydi bir kunda. Tojikchalarni ayting. Ko'p tojikda, Tojikistonga tushunmaydi hech kim. برادرم من در شهر جیزخ برای این کار یاد گرفته آمدم. این کسستان میگوشم. ولایت سوخت ارتسمان نوحه جبار رسولov شهر پریتر Qo'lingiz bilan uryapsizmi? nomer 92 929 07 97. Davolashma opa, davolama desangiz ayting, ozgina dam bering. Bittakkinadan. Ha, mayli. Men aniq ishlagan joyingizga kirib chiqdim men. Qayerga? Klinikaga? Ha. Nima uchun bordingiz? Sizga lokatsiya boruvdi-ku bu yerga. Biz topolmadik da lokatsiyani men ishlatolmadim. Kelinim topdi. Lokatsiyani. Klinikaga borgan bo'lsangiz, klinikadagilar ushlab qolmadimi sizni? Ushlab qolay dedi, yo'q men shu ishga boraman dedim. Ochiq odamman dedi. Shu pensiyaga chiqib Shaqa bormi? Mana to'g'rilardi, xafa bo'ladi mendan keyin. Oy. Bo'sh qo'ying. Ay. Mushaklar risk qo'ydi. Qotdi o'zini bular. Yana bitta bo'sh qo'ying. Bu tamam.
Ay. Xorazmda o'ynaydi bu. Yo'q. Vaqay deb o'rgangan. Yo'q. Bu Xorazmga vaqay deydi. Rossiyada ko'p ishlagan banda. Oy. Ay. Oy. Ah. Ah. Oy. Dam olaman desangiz ayting, ozgina dam beraman. Davom etaveraman. Ko'rdingizmi, ukalaringiz ham ishga tushyapti oxirigacha. Shamollanishingiz ham bormi deyman ozgina. O'zgarishdan yaqinda topdim. Ha. Oy. Oy. Ay. Ah. Oy. Ah. Davoming. Keliningiz bormi? Kichkina kelinim. Nechta keliningiz bor? 3 ta kelinim, 1 ta kuyovim bor. Ha, 9 ta nevara bor. yaxshi. Buni bersan. To'ppa, qanamiz zo'r bo'lib qashdi. Ko'taring ham o'g'lim. Yaxshimisiz? Boshingiz aylanganmi? Rossiyada nimadir og'ir yuk ko'tarib ishladingizmi? Nimadir qildingiz? Oxiram ko'targanmiz ha. Oyoq kiyimda ishlaganmanda naqratkalar ko'targanmiz. Resimda 80 ta ko'tarardik. Qo'llarda olaverib qarang, infiltrat bo'lib qolgan. Bu Qotib qolgan. kechagida qotib qoldi shu yerda. Kim qildi ukolni? Kelinim, katta kelinim medsinstra shu qiluvdi. Mineralsiz magnesium qo'yuvdi. Qol chuqur jo'natish kerak-da, yana oxirigacha jo'nat. Mana mushakni qalinligiga qarab qilinadi-da. Bu so'ringa qolgan infiltrat. Demak, qani oyog'i olib ko'ramiz. Og'ridimi? Yo'q, olmayapti, yo'q. Berchi. Pasportsiz. Kreditdan joy bitta bor. Olmadi. Qani bu tomonchi? Og'ridimi? Bitta bor. Berdi. Yo'q, yo'q. Qo'lingiz bosganmiz. İşini yapıyoruz. Şimdi sen arkaya geçsin az gene. Burada. Kolda arkaya. Boshda og'rishi, qo'lda og'rishi ham bo'yindan ketadi. Bo'yindagi umurtqa qisildi-mi? Bu yerdan chiqib turgan nerv tolalar boshqaradi. Qo'lda mushaklarimiz bor, mana bo'yin mushaklarini ham boshqarib zonas ishlaydi. Demak, og'izda yurib turing. Tinch olasiz agar qo'lga boshga ozgina to'kiladi. Bo'sh. To'kiladi, bo'sh.
kelib, aya deb daldab bo'lib turib, qarang, bu hozir urushasiz tezlab qo'ydi böyle. Ben bir operator keyin yoniga kelib daldab bo'lib turmaysizmi qayindan? İçi açıyaptı onu ya. Hazırlaşıp da Oy. Oy. Oy bu diye. sabır koyuyor. Sabır. Bu şeyler var ya, buradan bu şey. Katı yatırdı. Şey yaptı yani var. Oy. Oh oh oh. Oy oy oy. Az gene tamam. Şaşmayın. Tezlik gitti. Devledi bu yaxshi. İşte hamma devledi. Ben size aldığı çıkan aka vapşı su bu kaldı. Bu yaxshi. Şu qanday chidadi? Sizam chidayapsiz mana. Oy. Sizam malades. Boshqa ayollarga o'xshab sakrab, baqirib, dod solish yo'q, malades. Oy. Oy. Oy 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 oy. Açın bana. Albatta. Oy, oy. Ah. Oy, 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 oy. Boşqayın. Oy. Ay. Ay. Ana shu yaxshi. Tizim ishga tushdi degani. Ochildi, qon aylanish boshlandi kuchaydi. Ichingizda bekor tepa demayapsizmi? Bo'ldi, ozgina qoldi. Qani qo'llar qilgan. Bo'ldi, sabr qiling, ozgina qoldi. Nechini oldingizmi uyitaligingizga? Şu Osman Kamar'ı aldım içine aldım da. Şu bir yılda filtrasyon kalıp taşını koyuyor. Boshqaga ko'proq. Bo'ldi. Boshqaning. Oxirgi do'stga qadar sizga. Ko'taring, assalomu alaykum. Yoting. Telefon bosami video buziladi. Telefon uzluksiz bo'laveradi. Charchamadingizmi, opa? Boshni qo'ying, ko'rib chiqamayman. Qo'ldan qilgan. Og'rimaydi, bo'sh qo'ying.
urilgan joy og'riydi opa, bundan xavotir olmaysiz. Zarb bo'ldi, to'qimalar ezildi, og'riydi. Bunga medavazin dorisini ichib turasiz, suyug'ini. 4-5 ming turadi. Xo'sh. Og'ridimi? Yo'q, Gaplar-chi? yo'q, shu bo'lgan joylarimizda zarba bor. Boshingiz aylanganmi? Sekin tushing pastga, qani turamiz. Boshim puchib og'rib. Og'ir bu to'g'ri, bosh biroz yuzaga bo'lib turadi. Voy. Yaxshi. Voy, voy. Bosh aylanganmi? Yo'q, faqat sal og'rib turibdi boshim. Hozir endi boshda og'rish sababi bosh miyaga qon to'liq aylanish boshlandi. Bosh miya. Oldimda vanna bo'ldi. U bosh u qonga moslashguncha ozgina 1 soat, yarim soat irg'aladi. Yuring. O'zingizni bo'sh qo'yib yurib ko'ring. Yaxshi, yaxshi. Zarbga, zar aytdimku, zar bo'lgandan keyin mana to'qimalar eziladi-da, og'rib turadi. Shu oyog'imda eng ko'p og'riyotganim, yuragim. Hozirchi Hozir yo'q. yo'qmi? Kima yo'q, yaxshi o'xshaydi. O'xshaydi. Yaxshi o'xshaydi. Belda opa 5 ta umurtqa suyagi bo'ladi. Shu 5 ta umurtqani orasidan chiqib turgan nerv mana shu sizni ko'rsatadigan mushagingizni boshqarib turadi. Hozir ochildi. Qisilib ketdim. O, yaxshi. Qisilish kerak. Tirsalarim qisilib ketdi. Yaxshi. Shu zarbniki yo'q. Zarbniki, zarb. O'dardik. Ayamay o'rtanizda. O'zi ayollarni yomon ko'raman. Yomon ko'raman ayollar. Yelkam yomon bo'ldi. Yelkasiga, beliga yomon ko'raman. Ayollarni yomon ko'raman. Shuning uchun hazillashyapman, ayollar juda, ayol bo'lmasa bo'ladimi? Bu opa texnikasi shunaqada. Umurtqa qisilib qoldim, boya ham aytdim-ku, bunga ukol olasizmi, xirurgik lecheniya qildirasizmi, boshqa lecheniya foydasi bo'lmaydi. Qisilib qolgan umurtqa ochilishi kerak, uning uchun barmoq qo'yib uriladi, uni siyoqqa, buni siyoqqa siljiydi, og'riq momentan yo'qoladi. Endi qolgani o'zingizga bog'liq opa. Bir 2-3 hafta o'zingiz ehtiyot qilasiz, demak. Og'ir ko'tarmang. Soatlab bitta tochkada o'tiravermang, soatlab yuravermang. Asabiylashmang. Uyda nevaralar bor bilaman, ko'tarib qo'ymang. Bir 15 kun, 20 kun ehtiyot bo'lasiz. Gaplaringiz bormi? Katta rahmat sizga. Baraka toping. Qancha og'riqlarim hozir ancha sanjoqlashdi oyoqlarim. Rahmat, kelingizlar. Mana men kuzatib keldim mana 1 yil kuzatgan opa. Durduposhsho opa 3 yil kuzatgan. Kuzatuvchilar ko'p. Kuzatavermanglar, og'ir kasallik kuchaytirib. Rahmat opa, sog' bo'ling, Alloh shifosini bersin. Uyga yaxshi yetib oling, salom.